Assalomu alaykum. Muhim voqealar, muammolar, tanqid va tahlil bularning barchasini o'z ichiga olgan Rosnetning tok-shousi yana efirda. Assalomu alaykum. Bugun biz oddiy odat, moda yoki zararli mashg'ulot haqida emas, kelajak avlod salomatligi haqida gaplashamiz. Ya'ni elektron sigaretalar va ularning zarari haqida fikr yuritamiz. Studiyamizda soha mutaxassislari bor. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum, studiyamizga xush ko'rdik. Birinchi savol bilan murojaat qilaman. Bugungi kunda elektron sigaretalar odatiy tamakidan ko'ra xavfliroqmi yoki xavf darajasi bir xil-ku, boshqa ko'rinishdami? Bugungi kunda hozir mana ommalashib ketayotgan o'sha tamaki mahsulotlaridan mana elektron sigaret yoki veyplar tarqalib ketdi. Birinchi navbatda e'tibor berish kerakki, bular bir paytlar tamaki o'sha oddiy an'anaviy tamakini o'rnini bosuvchi sifatida ommalashib ketgandi. Buni o'smirlar, yoshlar yoki o'sha xalq orasida bu zararsiz yoki bu oldingi an'anaviy tamakini o'rnini bosuvchi yoki o'sha oldingi tamakidan voz kechish maqsadida degan bir fikr bor edi. Bu albatta mana yillar o'tib o'z tasdig'ini topdiki, mana oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, mana olimlarning ma'lumotlariga qaraganda, tibbiyot xodimlarining ma'lumotlaridan kelib shuni aytish mumkinki, bu o'ziga yarasha kerak bo'lsa o'sha ayrim bir tarkibidagi kimyoviy moddalarning mavjudligi yoki bo'lmasa mana 80 xildan ortiq kanserogen moddalarni mavjudligi sababli oldingi tamakiga qaraganda undan ham ko'proq o'sha jismoniy jihatdan o'sha tanada, organizmda kelib chiqadigan bir zararli asoratlari kuzatilib turibdi oxirgi paytda. Ko'pchilik yoshlardan so'raydigan bo'lsangiz, men bu elektron sigaretani shunchaki an'anaviy sigaretani tashlash uchun chekyapman, zararsiz, xavfi kamroq deyishadi. O'zi rostdan ham shunaqami yoki bu marketingning kuchi sifatida yoshlarimiz aldanib qolishyaptimi? Bularning tarkibida ham xuddi oldingi an'anaviy tamakiga o'xshab tarkibida nikotin moddasi mavjud. Xuddi oldingi tamakiga qarab bu elektron sigaret va veyplar ham qaramlik keltirib chiqaradi. Demak, nikotinsiz deb sotiladigan suyuqliklar ham aslida xavfli bo'lgan moddalarni tashkil etadi, to'g'rimi? Albatta. Buni endi qanday tushuntirsa bo'ladi? Yoshlar orasida va o'smirlar orasida nima uchun ommalashib ketmoqda? Birinchidan bu tashqi ko'rinishidan o'sha jozibadorligi deymiz yoki rang-barangligi yoki o'sha qanaqadir bir chiroyli ko'rinishdaligi yoki bo'lmasa o'zida har xil o'sha xushbo'y ta'mlar yoki bir ayrim bir meva hidlariga niqoblangan holatda ishlab chiqilishi bu narsani yoshlarda birmuncha qiziqish uyg'otib qo'ygan bu narsa. Yoshlar bilmaydiki tarkibida nima borligini. Ular o'sha birinchi navbatda tatib ko'rsa qanaqa effekt bo'ladi yoki bo'lmasa ko'cha-kuyda ham ko'radi yoki bo'lmasa mana ijtimoiy tarmoqlarda deymiz yoki kinofilmlar, o'sha televideniyalarda boshqa bir ko'rsatuv yoki o'sha kinolarni ham ko'rganda bu xuddi bularga reklamaday ta'sir qilishi mumkin va bu boya aytganimizdek jozibadorligi bo'lgani uchun ham bilib bilmasdan mana shu sigaretlarni topishga yoki bo'lmasa topib iste'mol qilish holatlari ko'payib ketyapti. Mana shu elektron sigaretalar yoki veyplarga qaramlik qaysi yosh toifasida ko'proq uchramoqda? Hozirgi kunda o'smir yoshlarda juda ham ko'p uchraydi bu holatlar. Bilasizmi nima? Agar nikotini bor mahsulot bo'lsa, u albatta o'shanga qaramlik holati yuz beradi. Bu holat esa o'smirlik bolalarda juda katta qaramma ko'zda tutilmoqda. Shuni bilingki, psixologiyada shunaqa narsa borki, bilish jarayonlari bor. Bilish jarayonlarida bu sezgi, idrok, tafakkur, bu holatlarni hammasiga shu nikotin mahsulotlari ham, zararli mahsulotlar ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki diqqatimiz susayishiga, stresslarni olib kelishiga va ularni keyinchalik borib fobiyagacha olib chiqishiga namoyon ko'rsatishi mumkin bu holatlar. Bu diqqatimiz, sezgimiz, xotiramiz hammasi sekin-astalik bilan susaysa, bu inson organizmiga kuchli ta'siri bor deb o'ylayman. Ayni shu savolga yaqin savol bermoqchi edim. Qaysi jihatdan ko'proq xavfliroq? Biologik jihatdanmi yoki o'sha psixologik jihatdan xavfliroq? Ong osti bo'yicha ishlasak psixologik jihatdan juda ham xavfli, chunki bu narsani nikotini bor narsaga keyinchalik yana ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Ongni bu
profilaktika qilib turmasa yoki bu narsa bo'yicha zararli mahsulot deb aytib turilmasa, bu narsaga e'tibor, diqqat qaratilgan narsaga inson faoliyatida juda e'tibor kuchli bo'ladi. Bu mana shu reklamalarimiz, afishalarimiz, o'sha aytib o'tganlaridek idishlarda turli xil ta'mlari bilan shu diqqat farzandlarimizning diqqati shunga qaratilmoqda va bunga bo'lgan ehtiyoj juda kuchayib ketmoqda xalqimizning orasida. Yoshlar orasida trendga ham aylanib Trendga ham ulgurdi. aylanmoqda. Ular o'zini ko'rsatishi yo bo'lmasa o'sha jamiyatdagi o'rnini saqlab qolish uchun ham shuni saqlab ko'tarib qolmoqchi. yurayotganlar bor ekan, afsuski, eshitishimiz bo'yicha. Yanglishmayotgan bo'lsam, mana shu yildan boshlab elektron sigaretalarni sotish bo'yicha jarayonlar qat'iyan ogohlantirildi, ya'ni cheklandi yurtimizda. Va lekin mana shu men uchun bir narsa qiziq, vape degan turi bor ekan, lekin mana shu istisno qilinyapti. Shu to'g'rimi? Ya'ni nima uchun vape ham olib tashlanmadi? Ya'ni yoshlarimiz hozir zararsiz deya chekayotgan vapeda ham nikotin bor aslida. Avvalo farqini tushuntirib bersangiz, kimdan eshitamiz? Vape sigaretini asosiy yaxshi gap aytdingiz. Marketingga xod degan tushuncha bor-ku, marketing yo'li. Ya'ni har bitta inson o'zini chiqargan mahsulotini sotishga harakat qiladi. Tamaki mahsulotlariga O'zbekistonda juda kuchli qarshi yo'nalish olib borildi va tamaki mahsulotlari sotilishi ancha kamaydi. Bu seziladi. Hatto tashqarida ham hozir deyarli chakib yurgan odamlarni kam ko'rasizlar. Lekin o'sha avlodni egallab olish uchun bu marketing kodlar bor. Sababi veyplardagi nikotin yonib chiqmaydi. Ular aerozol holatda chiqadi. Popcorn sindromi degan sindrom bor. O'pkani umuman qayta o'z holiga kelmaydigan sindrom bo'ladi. Bu birinchi navbatda mana shu veyplarni ishlab chiqaradigan zavod ishchilarida kuzatilgan. Keyinchalik bu holat mana shu narsalarni shug'ullanayotganlar ko'rsatdi. Chiqishni boshladi. Shuni nikotinda bu nikotin sun'iy nikotin. Uni zarari oddiy nikotindan ham ko'ra ko'proq. Yana bunda bitta tarafini ham aytib chiqmoqchiman. O'tgan yil shu Moskvada bitta holat ko'rsatildi bo'ldi. Bilasizlar? Akkumulyatorlar, batareyalar yorilishi mumkin. Xuddi shunaqa vape chakib yurgan bir bolani og'zida vape yorilib ketgan, portlagan. Yuzini yarmi yo'qib ketgan. Ya'ni bu yerda oddiy sigaretdan ko'ra zarar, hattoki mexanik jismoniy zarar keltirish jihatdan ham ehtimoli bor. Bu shu jihatini juda ko'pchilik bildirmaydi. Misol uchun aerozoldagi zaharli moddalar inson DNKsini o'zgartirib yuboradi deydi. Ya'ni unda keyinchalik irsiy kasalliklar bo'lishi mumkin deyiladi. Shu bo'yicha ma'lumot bersangiz, qanchalik bu xavfli? Mana shu biz yoshlarimiz hozir qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida avtoritet deb yurayotgan elektron sigaretalar. O'zi odatiy an'anaviy sigaret bilan bu elektron sigaret farqida bunda batareykasi bo'ladi litiyli, keyin uni qizdiruvchi sohasi hamda aerozol bo'ladi. Aerozolda o'sha xushbo'y ta'm beradigan ximikatlar qo'shilgan. O'shani tarkibida hamkasbimiz aytgandek 80 dan ortiq kanserogen, ya'ni onkologiya chaqiruvchi moddalar isbotlangan. Bu narsa mana yoshlar orasida hozir omma tusiga kirib boryapti. Masalan, onkologiyada asosiy o'zi o'pka saratonini chaqiradi degan narsa bu chekuvchilar hisoblanadi. Bu hozir mana elektron sigaretlar o'zi boshida 2003-yil o'ylab topilgan bo'lsa, aslida bu an'anaviy sigaret chekish uchun tashlangan. Keyinchalik yaxshi biznes bo'lganligi uchun bu hozir keyinchalik nikotin qo'shib sotish, masalan, uni ham nikotin elektron sigaret tarkibida o'zi milligramga qarab 20 milligramgacha bo'ladi. Ya'ni past foiz. Umuman nikotinsiz elektronliklar bor. Keyin 3 milligram, 6, maksimal 20 milligramgacha bo'lib uni ishlab chiqariladi hozir tarkibiga qarab. Uni o'sha sun'iy nikotin ular tarkib bo'yicha. Bular chekkanda asosan eng oz ko'p foydalanayotgan o'sha ya'ni trendga kirdi, masalan, omma kimda qarasangiz telefonga qo'shimcha ravishda hozir elektron sigaret ham qo'shilgan, hammani qo'lida. Yoshlar orasida ko'p uchraydi. Bu keyinchalik Albatta bor. Bor. Bu yoshlar orasida nima? Kelajakda bu tez asorat bermaydi. Yillar davomida bu narsa chekilavergandan keyin o'sha o'pka saratoni eng birinchi o'rinda ko'payadi. Yoshlar orasida keyinchalik uzoq muddat bu narsani qabul qilgandan keyin u nafaqat saraton kasalligini, bu nikotinlar keyinchalik o'sha xotirani pasayishi, nafas yo'llarida yuqori nafas yo'llariga moyillik kasallikda ortib ketadi. Oshqozon-ichak sistemasi, siydik ayru sistemasi kasalliklari bularda nisbatan ko'p uchraydi sog'lom
bolalarga nisbatan chekuvchilarda, elektron sigaret chekuvchilarda. Rahmat. Rahmat. Bizda mavzuga doir lavha bor. E'tiboringizni monitorga qaratishingizni iltimos qilamiz. Marhamat. Zamonaviy ko'rinish, turli xil ta'm va hidlar zararsizroq degan tushunchani ifodalamoqda. Hozirgi kunda elektron sigareta chekish yoshlar orasida urfga aylangandek go'yo. Oddiy sigareta tamakini kuydirish, elektron sigareta esa maxsus suyuqlikni qizdirish orqali ishlaydi. Hosil bo'lgani bug' inson tanasiga turli xil birikmalarni olib kirib, hatto rak kasalini keltirib chiqaradi. Yurtdoshlarimiz bundan xabardormi? Elektron sigareta jo'n sigaretdan ko'ra zarari ko'proq deb tushunchaga egamanda. Zararli tomoni sigaretga nisbatan ko'proq, chunki o'pkaga suv yig'adi-da. Elektron sigaret o'pkaga suv to'playdi deb eshitgandim. Elektron sigaret oddiy tamaki sigaretga qaraganda hid deydi yoki o'sha bo'yicha zarar kamroq, ya'ni ustingizda o'sha hidi kamroq qoladi. Yuragiga, o'pkasiga zarar. Elektron sigareta nafaqat jismoniy, balki ruhiy qaramlikni ham keltirib chiqaradi. Odamlar asta-sekin chekishni odat qilib oladi va bu odatdan voz kechishga qiynalishadi. Nikotindan vaqtincha voz kechilganda bezovtalik, asabiylashish, uyqusizlik, depressiya kabi alomatlar paydo bo'ladi. Natijada inson yana chekishga qaytishga majbur bo'ladi. O'zi nega odamlar orasida elektron sigareta tez ommalashib ketdi? Bunga fikrlar turlicha. Xohlagan joyda chekadi, shunga-da, masalan, yopiq binolarda sigaretni chekalmaydi. Menimcha shu ko'proq seriallar shunga qiziqishib, bekorchilikdan chiqqan narsa. Balkim oilaviy sharoitdandir. Ijtimoiy tarmoqlarda shu narsa ko'proq ommalashib ketayotganligi uchun, Qulay bo'lganligi uchun shu. Ko'proq bu internetdan tarqalayotgan reklama, postlar orqali ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qizlar orasida ham elektron sigaretaga qiziqish ortayotgani alohida tashvish uyg'otadi. Chunki bu nafaqat salomatlik, balki kelajak avlod sog'lig'i bilan ham bog'liq masaladir. Bolalar chekyapti ekan, xo'p mayli deyishadi, lekin qizlar cheksa uyat ekan degan narsa bor. Bunga bir xil qarash kerak. O'ziga gapirsangiz noto'g'ri tushunadi. Meni hayotim o'zim bilaman nima qilishdi. Qizlar ifatli bir noziklik tomonini ham yo'qotib qo'yishadi. Qo'lda sigaret tutatib o'tirgani. Ko'p yoshli qiziqishidan, bolalarga qiziqib, hozir qizlar ham chekishni boshlagan, eshitishim bo'yicha. Bu jarayonning oldini olish, to'xtatish va chek qo'yishga yurtdoshlarimiz o'z takliflarini berdi. Chekishdan voz kechishning yagona yo'li esa umuman bu odatni boshlamaslikdir. Yoshlarda ko'proq ommaviy tadbirlar, sport tadbirlari, shu narsalarga qiziqtirish kerak-da, ko'proq to'garaklarga. Oiladan boshlash kerak deb o'ylayman. Agar oilada nazorat kuchaytirilsa, to'g'ri tarbiya berilsa, Huquqiy ongni qaytadan rivojlantirish kerak. Men o'ylaymanki, shu jarimalar qo'llash kerak. Oddiy sigaretga qaraganda elektron sigaretni jarimasini yuqoriroq qilsa, oldini olsa kerak. Endi yoshlarga ko'proq internet qiziq bo'layotgan bo'lsa, internetda ko'proq shunaqa postlarni ko'paytirish kerak. Organlari uchun qanaqa zarar bo'lishini. Mendagi statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, o'smirlar orasida elektron sigaretani chekish darajasi kattalarga nisbatan 3 marotaba ko'p. O'g'il bolalar orasida elektron sigareta chekish ko'rsatkichi erkaklarga nisbatan 2,7 marotaba yuqori ekan. Qizlar orasida bu ko'rsatkich afsuski ayollarnikiga nisbatan 3,6 marotaba yuqori ekan. Va shu o'rinda savol tug'iladi, mazkur statistika bo'yicha biz qayerda xato qilyapmiz va yoshlarimizda tarbiya berish jarayonlari nimada oqsayapmiz? Ya'ni ular kimlardan ruhlanishyapti, kimlarni o'zlariga bir kumir qilib olishyapti? Qayerda xato qilyapmiz? Bu holatlarni oldini olish uchun birinchi o'rinda hozirgi qizimiz ham aytdi, oiladan boshlash kerak deb aytishdi. Oila jamiyatning kichik bo'g'inidir. Oilada nima, qanday tarbiya, ta'lim jarayoni olib borilsa, bola shunga qarab yetaklab boriladi. Va bundan tashqari bolani bo'sh vaqtini qoldirish kerak emas. Bolani har doim vaqtini, kun tartibini tuzib berish kerak. Chunki ota-ona bunga mas'ul, buvalar mas'ul, oila mas'ul bunga. Bola qanchalik bo'sh vaqti ko'p bo'lsa, bo'sh vaqtidan unumli foydalanmasa, bolani qiziqishlari bilan oila hisoblashmasa, bunaqa elektron sigaret va boshqa omillarga ham kirib ketish sabablari juda yuqori bo'lib ketishi mumkin. Va yana aytmoqchiman, maktablarda ham ko'p tadbirlar o'tkaziladi. Universitetlarda tadbirlar o'tkaziladi. Misol uchun o'zimizning universitetlarimizda ham tadbirlar o'tkazamiz. Lekin bu kamlik qiladi. Oilada bolani qo'ldan kelgancha bu holatlarda nazorat qilish, elektron sigaret boshqa bir holatlarni ham, zararli odatlarni ham ota-ona nazorat qilib turish kerak deb o'ylayman. Bu esa bolani psixikasiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona e'tibor bermasa ham farzandga juda og'ir. Ota-ona
o'ta ko'proq e'tibor bersa ham farzandga qiziqishlar bilan hisob kitob ko'p qiladigan bo'lsa, bu ham farzandga ozgina jabrroq bo'ladi. Iloji bo'lsa buni maksimal holatda qiziqishlarni ham, tarbiyani ham, undan bo'layotgan bilim ko'nik malakalarni ham e'tiborga olgan holatda bolani tarbiya jarayonini sekin astalik bilan boshqarib borish kerak deb o'ylayman. Avvalo qo'shilaman, birinchi navbatda rostdan ham bola bekorchi bo'lgandan qo'shiladi yoki o'zini ko'rsatishga harakat qilgandan, o'zini alohidaligini ko'rsatishdan harakat. Shuning uchun bu masalaning bir nechta tarablari bor. Avvalo huquqiy tartibot, ya'ni ma'lum bir yoki bu narsalarni taqiqlash kerak yoki ma'lum bir aholi o'rtasida yoshlar orasida ma'lum bir yoshgacha taqiqlash kerak, ma'lum bir joylarda taqiqlash kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi va avvalgisi mening fikrimcha bu narsani haligi yigit qizlarimiz o'zini alohidaligi qanaqadir bir chiroyli bir narsalar qilayotganman degan narsaga bo'lgan tuyg'uligini sindirish kerak. Ya'ni bunaqa qilayotgan ish o'ta noxush holatga keladi. Xalq bunga e'tirozli bo'lib, bunga bechoraga o'xshaganday qaraganligini bu noto'g'riligini tushunadi. Men hayotimda ko'p sigaret esinglardami? Hattoki rakka ham yasab chiqishdi, chirigan kim chakishni to'xtatdi? Hech kim. Biza hozir kunda chakayotganlarga qarshi kurasha olmaymiz. Ular yomon odatini, salbiy odatini o'ziga qaror toptirib bo'ldi. Endi to'xtatib bo'lmaydi. To'xtatish qiyin, juda kamdan kam holatda odamlar o'zini yenga oladi. Lekingina hali bu narsaga boshlamaganlarni to'xtatishimiz kerak. Ya'ni bunga noto'g'ri, bu o'ta noxush holatda bunga xalq tarafdan, millat tarafdan e'tirozli kayfiyat paydo qilishimiz kerak. Bir martada yo'q qaramlik keltirib chiqaradimi? Albatta. Albatta. Chunki bilasizmi nimaga? Nikotin bor mahsulotlari har doim bir marta iste'mol qildingizmi, unga nikotini bormi, u organizmga kirdimi, yoqimli bo'ladi va bu narsani bolalar yana qayta takrorlashni xohlab qoladi. Bu esa shuni biling, agar shu nikotinni bermay qo'ysangiz, buni cheklab qo'ysangiz, juda oqibatlari yomon bo'ladi. Hattoki agressiya, hattoki o'zini joniga qasd qilish holatlari ham kelib chiqishi mumkin. Umuman nikotinni o'smir miyasiga ta'siri qanchalik xavfli? Mana hozir yuqorida ham aytib o'tildi, bu o'pkaga ta'siri to'g'risida gaplashildi mana hamkasblarimiz tomonidan. Markaziy asab tizimiga juda kuchli ta'sir qiladi. Birinchidan nikotin moddasi bo'lgandan keyin va boshqa kimyoviy moddalar bo'lgandan keyin albatta markaziy asab sistemasiga juda kuchli ta'sir qiladi. Bu qanday namoyon bo'ladi? Birinchidan, eng birinchi navbatda xotira buzilishlari, intellekt buzilishlari, diqqat buzilishlari, uyqu buzilishlari bo'lishi mumkin va boshqa ruhiy jihatdan keladigan asabiy holatlar va boshqa shunga o'xshagan bir holatlar bilan namoyon bo'ladi bu. Albatta bu nima deydi? Boshlang'ich davrda shunaqa ta'sir qiladigan bo'lsa, uzoq muddatlar yana iste'mol qilgandan keyin haligi uzoq muddatdan keyin paydo bo'ladigan asoratlar ham kelib chiqishi mumkin. Bu albatta kuchliroq bir xotira yo'qolishlari yoki bo'lmasa ruhiyatdagi bir kuchli o'sha ruhiy qaramlik, ruhiy jismoniy qaramlik belgilari bilan kechadigan bir asoratli o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Inomjon aka, biz ijtimoiy so'rovnoma o'tkazganimizda shunday javoblar keldiki, mana shu elektron sigaretalar bilan bir qatorda parallel an'anaviy sigareta chekuvchilar ham bor ekan. Bu-chi, buning zarari qay darajada? Birinchi navbatda endi bular tutun ko'rinishida ko'proq o'sha nafas olish organlari orqali tanaga kirgandan keyin albatta bu ham o'sha o'pka orqali qon tomirlariga va butun tanaga tarqab ketadi zarar. Albatta bunda endi qanday namoyon bo'ladi? Endi boya veplar bilan farqli ravishda bunda endi hidi chiqib turadi, o'sha tanasiga yoki kiyimlariga hidi singib qoladi. Yoki bo'lmasa o'sha og'iz bo'shlig'i kasalliklari, mana stomatit deymiz, og'izdan qo'lansa hid kelishi, soch to'kilib ketishi, tishlardagi qanaqadir o'sha parodontit deymiz yoki boshqa bir tish kasalliklari bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni tutun ko'rinishda bo'lgandan keyin. Albatta birinchi o'rinda mana oxirgi o'sha kardiolog shifokorlarning ma'lumotlariga qaraganda, ayniqsa o'sha mana an'anaviy sigaretlarda birinchi o'rinda o'sha yurak qon tomir kasalliklari ko'p uchrar ekan. Buning sababi bilamizki, boya yuqorida aytgandan keyin hamma o'sha nikotin yoki boshqa bir o'sha kanserogen moddalar qon tarkibiga o'tgandan keyin butun tanadagi o'sha qon tomirlariga o'sha smala ko'rinishida joylashib qoladi.
Buning natijasida bilamizki, mana yurak qon tomir kasalliklaridan eng ko'p uchraydigan miokard infarkti, bosh miyaga qon quyilishi kabi o'tkir bir haligi tromboz deymiz, mana qon tomirlar trombozi kabi kasalliklar juda ko'payib ketdi hozirgi kunda. Endi buni xalq orasida yoki mana boshqa insonlar bilan gaplashganda bu zararli, mana shunaqa zararli olib keladi desangiz, buni tushunib ilg'ab yetmaydi. Ular o'ylaydiki, ommaviylik bor-da bu tamaki chekishda. Xuddi hozirgi mana vape kabi muammo bo'lganidek ommaviylik bor. Ya'ni o'ylaydiki, mana hamma chekadi-ku, hamma chekyapti-ku, mana ko'chada chekyapti, mana yoki mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'radi, televideniyada ko'radi, mana hech narsa qilmaydi deydi. Bu o'ylaydiki, hech narsa bo'lmaydi deb. Vaholanki ular bilmaydi, kim o'sha kasallikdan keyin mana shunaqa holatga tushdi yoki u chekadimi yoki chekmaydi, bu narsani tushunib yetmaydi yoki bo'lmasa o'shani oxirigacha qiziqmaydi. Ya'ni bu nima uchun bu ommaviy tarqalib ketyapti bu narsa? Boyagidek hamma qabul qiladi, hamma iste'mol qiladi, hech kimga hech narsa bo'lmaydi, menga ham hech narsa bo'lmaydi degan bir tushuncha bor. Bu bir. Ikkinchidan, bu zararli odat, xuddi odat bo'lib qolgan. Ya'ni odat bu. Buni kasallik deb yoki bo'lmasa bir qaramlik deb qabul qilmayapti-da, bu bir odat. Shunchaki odat, tanaga yoki ruhiyatga qanaqadir hech qanday bir salbiy ta'siri yo'q degan tushuncha bor. Afsuski, mana shu tushuncha bu kasallikni tarqalishiga sabab bo'ladi. Bu illati tarqalishiga juda ko'p sabab bo'lib turibdi. Rahmat. Anvar aka, biroz avvalgi lavhada bir necha bor o'sha yurtdoshlarimiz tomonidan o'pkaga suv yig'adi degan fikrlar aytib o'tildi. Bu fikrga mutaxassis sifatida sizni javobingiz? Bu o'pkaga suv yig'ish degani endi bu ikkilamchi, ya'ni bu boshqa biron bir kasallik natijasida keltirib chiqarishi mumkin, o'tkir bronxit bo'lishi mumkin, pnevmoniya keltirib chiqarishga bu chekuvchilar moyil bo'ladi. O'sha asosiy shu pnevmoniya, bronxit fonida o'sha suv yig'ilishi mumkin bu kasallik. Endi bu elektron sigaret chekkanlarda o'zidan o'zi yig'ilmaydi. Faqat immunitet pastligi, kasalga tez chalinuvchan bo'lganligi uchun ularda ko'proq kasal bo'ladi. Kasallar soni ortgandan keyin hammasi yengil kechmaydi kasallikda. Bir xillar asorat bilan kechadi. O'sha bemorlarda suv yig'ilishi kuzatilishi mumkin. Rahmat. Bizda mavzu yuzasidan yana bir lavha bor. Rejissorlarimizni iltimos qilamiz, lavhani monitorga berishlarini. Marhamat. Bugun elektron sigaretalar, ya'ni veyplar butun dunyoda jiddiy muammo ekanligi aytilmoqda. Ayniqsa rivojlangan davlatlarda o'smirlar orasida veyp iste'moli keskin ortib borayotgani hukumatlar va mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 100 milliondan ortiq odam elektron sigareta iste'mol qiladi va ularning katta qismini yoshlar tashkil etadi. Shu sababli turli davlatlar bu muammoga qarshi turlicha siyosat yuritmoqda. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida veyp yoshlar orasida eng dolzarb muammolardan biri. So'nggi yillarda millionlab maktab o'quvchilari elektron sigareta iste'mol qilayotgani aniqlangan. Shu sababli hukumat xushbo'y ta'mli veyplarni sotishni cheklash, reklama nazoratini kuchaytirish va ishlab chiqaruvchilarga nisbatan qat'iy talablar joriy etish choralarini ko'rmoqda. Avstraliya dunyodagi eng qat'iy siyosat yuritayotgan davlatlardan biri. Bu yerda nikotinli elektron sigaretalarni faqat shifokor retsepti bilan olish mumkin. Veyplarni erkin sotish taqiqlangan va noqonuniy savdo uchun katta jarimalar belgilangan. Xitoyda ham elektron sigaretalar ustidan nazorat kuchaytirilgan. Ayniqsa voyaga yetmaganlarga sotish taqiqlangan. Internet orqali savdo cheklangan va mahsulot tarkibi ustidan davlat nazorati joriy etilgan. O'zimizdan yiroqlashmagan holda Qozog'istonda ham elektron sigaretalar muomalasiga qarshi qat'iy choralar ko'rildi. Ushbu davlatda elektron sigaretalar, veyp suyuqliklari va ularni reklama qilish taqiqlangan bo'lib, qonunbuzarlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan. Mutaxassislar fikricha, veyp ommalashuvida ijtimoiy tarmoqlar ham muhim rol o'ynamoqda. TikTok va Instagram kabi platformalarda veyp mahsulotlari zamonaviylik belgisi sifatida targ'ib qilinishi yoshlar qiziqishini oshirmoqda. Umuman olganda, xorijiy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, elektron sigaretalar muammosi global tus olgan. Ayrim davlatlar qat'iy taqiq yo'lini tanlayotgan bo'lsa, boshqalari nazorat choralarini kuchaytirmoqda. Boya mutaxassislarimiz tomonidan ham aytib o'tilganidek, o'sha sigaretalarning tashqi ko'rinishida bizni qo'rquvga soladigan ma'lumotlar bo'lishiga qaramasdan yoki ko'p sonli targ'ibotlar o'tkazishimiz, mana televideniya orqali ko'p sonli ko'rsatuvlar chiqarishimizga qaramasdan buni tashlamayotganlar bor. O'zi qaramlikdan qutulishning imkoni bormi va bu qaysi bosqichlarda amalga oshiriladi? Qaramlikdan qutulish imkoni bor. Bunga chuqur reabilitatsiya kerak.
chunki nazorat kuchli bo'lishi kerak. Agar bu holatda qaramlikni o'sha sigaret tashiyman deganlar irodasi kuchli bo'lsa, mustahkam bo'lsa va bu iroda bilan umrini oxirigacha men bu narsani tashiyman va qaytib kirmayman deb o'ziga xulosasini yaratib olgan bo'lsa, albatta tashlashga iloji bor. Tashlaganlarni ko'rganmiz va bu tashlaganlarning orasida qaytib kirganlari ham bor, lekin umuman bu narsa zararligini bilib, organizmi qanchalik tozalangani, ongi tozalangani, ruhiyati tozalanganligini ko'rib, bu narsani tashlab ketganlar ham bor. Mana yoshlarimiz orasida elektron sigaretalar ommalashayotgani haqida ko'p aytyapmiz. Ota-onalarda ularni aniqlashning qanday belgilari bor? U mana aytamiz, hidida misol uchun boshqacha an'anaviy sigaretadan farq qiladi. Bu juda qiyin narsa. Mana ota-ona asosan asosiy qism O'zbekistonda ish bilan band bo'ladi. Yoshlar eng ko'p hozir qabul qilayotgan asosan maktab bitiruvchilari bilan shu institut yoshidagi yoshlar hisoblanadi. Bular nima endi fleshka ko'rinishida yoki ular marketingda endi bular juda qulay qilib chiqarilyapti. Ko'rinishidan juda oddiy, masalan, farqlash qiyin uni sigaretligini ham. Masalan, ko'p yosh katta odamlar bunga ahamiyat bermasligi mumkin, chunki oddiy sigaret chekkan odamni ustidan hididan bittada bilib olgan oldin. Ota-onasi chekma degani ushlab olgan. Bunda qiyin narsa. Unda bilinardi ham-da. Bilinardi. Hozir hid yo'q, xushbo'y hid chiqadi. O'sha qabul qiluvchining ustidan hidi ham yo'q. Mana ko'rinishlari juda anaqa chiroyli. Mana yoshlarga mo'ljallab chiqaryapti. Ustida chiroyli har xil etiketkalar bilan chiqaryapti. Uni ota-onalar farqlash ham qiyin-da uni. O'yinchoq sifatida chiqarilyapti, masalan. Ularni ko'proq kim qabul qiladi? Maktab yoshidagi. Farqlash endi imkonsiz. Qancha targ'ibot olib borilib, mana shu ommaviy axborot vositalarida o'sha narsalar targ'ibot qilib, xalqqa yetkazilsa, o'sha narsalar yetib boradi ota-onalarga ham. O'shandagina farqlab bolalar nazoratini kuchaytirish mumkin. Xulqiy buzilishlardachi belgilar bormi? Albatta. Odatda bolani avvalo xulqiy buzilishi bo'ladi. Ya'ni chakishga o'rgandi. Baribir oldingizda chakmaydi-yu. Baribir ota-onasidan yashiradi. Albatta yashiradi. Ma'lum bir vaqtda hovliga, ko'chaga chiqib ketishi mumkin. Ma'lum bir vaqtda kechroq kelishi. Qo'limsizlik. Ya'ni o'z harakatlarida, odatlarida o'zgarishlar paydo bo'ladi. 5 minut tashqariga chiqib keladi, 10 minut tashqariga chiqib keladi. Ana o'shanaqa paytda nima qiladi? Ko'chaga chiqib chakib keladi. Shu asosan shu narsa. Kuzatuv asosida. Bugun mana shu shoxobchalarda elektron sigaretalarni sotishda ma'lum bir yosh chegarasi bor-da, ya'ni 18 yoshdan oshgan bo'lish kerak. Lekin afsuski biz kuzatib qolamiz, ko'rib qolamizmi? Mana shu yoshlarning qo'lida mana shu elektron sigaretalar bor. Agar haqiqatan ham 18 yoshda sotilayotgan bo'lsa, ularning qo'liga qanday tushib qolyapti va biz mana shu shoxobchalarni ham nazoratini nima desam bo'ladi, ma'lum bir ma'noda kuchaytirishimiz kerakmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Mana birinchi martadan o'sha qaror qabul qilindi, qonun loyihasi ishlab chiqildi, ya'ni sotganga ham yoki qabul qilganga ham shu eng kam ish haqini 2 barobardan 600 barobargacha 600 barobar. 600 barobargacha jarima уже qo'yildi. Mana birinchi martadan bu kuchga kiradi. Endi o'sha sotganlarda ham yoki qabul qilganlarda ham shu masalan shu qonun organlari, masalan post patrul xizmat xodimlari nazoratga oladi doimiy ravishda. Kimki o'sha qo'lga tushsa yoki sotgan odam ushlansa, o'sha jarimaga ma'muriy yoki katta miqdorda O'zbekistonga olib kirganda hatto jinoiy javobgarlikgacha tortish loyihasi ishlab chiqilgan уже. Birinchi martadan qonun kuchga kiradi. O'z-o'zidan nikotin o'sha chekuvchilarda immunitet tushiradi. Immunitet tushgan kasalda nafaqat onkologik kasalga, balki barcha kasalliklarga moyillik yuqori bo'ladi ularda. Bekorga nikotin otni o'ldiradi deb aytmaganda. Shunaqa bobolarimizni gapi bo'lgan. Chunki juda ham katta bu zarar. Bu kasalliklarni, onkologik kasalliklarni ham yuziga olib chiqish ayollarni strukturasida ham juda ham ko'p. Hozirgi kunda juda ham ko'p ko'rilmoqda. O'zim ham ko'rganman. Onkologiyada yotibdi va tamaki mahsulotini iste'mol qilyapti. Tasholmagan. Bu holat uni oxiri menimcha o'limga olib boradi deb o'ylayman. Ota-ona farzand uchun javobgar birinchi navbatda. Va bu farzandlarimizni kelajagini chiroyli tuzishimiz uchun, chiroyli qilishimiz uchun ularni hatto kun tartibiga juda e'tibor berishimiz kerak.
sportlarga, mashg'ulotlarga, ingliz tiliga, to'garaklarga, tikuv to'garakligi, oshpazlik to'garaklariga qizlarimizni albatta band qilish kerak. Bu esa bolani sog'lomligidan darak beradi. Chunki yaxshi fikrla oladi, diqqatini bir joyga qo'ya oladi, xotirasi yaxshi ishlaydi, tafakkur qila oladi, berayotgan savol va ko'nikmalarni to'liq qabul qiladi va maktabda ham o'qiyotganda bilim ko'nik malakalari yaxshi bo'ladi, o'qituvchilarni yaxshi qabul qiladi, psixikasi, ruhiyati juda sog'lom bo'ladi. Albatta ota-onalar bu holatda juda farzandlarini ustida ko'proq ishlash kerak deb o'ylayman. Inomjon aka, amaliyotda murojaat qiluvchilar soni ortib boryaptimi? O'zi murojaat qiladimi odamlarning o'zi mana shu illatdan qutulmoqchiman deb? Yo'q, tamaki chekish bo'yicha bizga murojaat qilmaydi. Ayniqsa o'sha narkologik shifoxonalarga murojaat qilmaydi, afsuski. Lekin bir o'zimni o'sha amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Har bitta o'sha giyohvand shaxs, mana o'zim ko'rgan bo'lsam, oldin bular o'sha tamaki chekuvchi bo'lgan. Va hozirgi paytda ham o'sha giyohvand modda bilan birga tamakini parallel ravishda qabul qiladi. O'sha tamakisi bo'lmay qolganda yoki o'shanga ehtiyoj sezganda tamakisi topilmasa ham o'sha asabiylashib, xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygandek. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Bu ham bir alohida bir qaramlik turi. Sal nisbatan yengilroq shakli bo'lishi mumkin qaramlikdan, lekin bu ham bir alohida bir qaramlik turi. Demak, umuman olganda xulosaviy fikrga keladigan bo'lsak, elektron sigareta zararli emas degan afsona butkul yolg'on. Keling, mana bugun teleekran qarshisida bizni millionlab ota-onalarimiz, yoshlarimiz kuzatishyapti. U afsonaga ishonib yurishimiz kerak emas. Ya'ni bizning gapimizdan ko'ra sizning gapingiz ularga yetib boradi. Ya'ni zararli holatlarni yaxshiroq tushuntirib bersangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta zararli odatlaridan bir narsadan qo'rqish kerak yoshlarimiz va o'smirlarimiz. Birinchi navbatda bu tamakini o'sha yengil qanaqadir bir qabul qilish mumkin degan tushuncha asosida bu narsaga o'rganish, bu qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, bu giyohvandlikning birinchi qadami desa ham bo'ladi. Ya'ni u giyohvand shaxsan birdan giyohvand bo'lib qolmasligi mumkin. Sekin-asta oldin o'sha tamakini iste'mol qilib ko'radi yoki tamakini boya aytganda elektron sigareta bor, nosvoy deymiz mana oddiy. O'shalardan boshlanadi sekin, keyingi etaplarda agar uni o'shasida qanaqadir bir oilaviy muhitida yoki qanaqadir bir bo'shliq bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir boshqa bir ijtimoiy omillar yoki boshqa bir biologik omillar ta'sirida bu уже nima deydi? Ya'ni bu birinchi qadam bo'lib qolishi mumkin. Shu illatning yomonroq bir illatning bundan ham kuchli illatni boshlanishiga birinchi qadam bo'lib qolishi mumkin. Biz ana o'shandan qo'rqishimiz kerak. Qachonki o'sha buni payqab qoldikmi, albatta buni o'sha tezkorlik ravishda bu narsani taqiqlab, oilaviy muhitda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, bu narsaga chek qo'yish kerak. Abror aka, mana yoshlar tarbiyasi bilan bevosita shug'ullanuvchi insonsiz va faoliyatingiz davomida ta'lim bergansiz, tarbiya bergansiz va misol uchun siz ta'lim bergan dargohda ham mana shu elektron sigaretni balki chekuvchilar bordir. Biz ota-onalar nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak va ularga tavsiyalaringiz? O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan keyslarda. Psixologik kommunikatsiyalar yaxshi gap aytdilar. Avvalo har qanday insonni fe'l-atvori uyda paydo bo'ladi. Birinchi navbatda men kuzatuvlarim bo'yicha otasi xonadonda chekuvchi bo'ladigan xonadonda albatta chekuvchi chiqadi. Xonadonda chekuvchi bo'lmaydigan xonadonda kamdan kam chekuvchi chiqadi. Ya'ni qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu bor narsa, bu aniq narsa. Ikkinchi narsa, albatta hozirgi kunda juda yaxshi bo'ldi. Ilgari har qadamda chekuvchini ko'rardi. Lekin mutaxassislar to'g'ri aytishyapti. Elektron sigareta u уже deyarli maxfiy narsa bo'lib qoldi. Uni kuzatish ham qiyin, topish ham qiyin, tutuni ham chiqmayapti, bitta bor joyga borib, lekin bunda ham o'sha narsani ham ular maxfiy qilishyapti. Bilishadiki, yaxshi narsa emas, o'zligi ham bilishadi. Shu ota-onalarga qanaqa tavsiyam? Albatta, birinchi navbatda bolalarni sport bilan shug'ullanishga. Chunki sport birinchi navbatda beradi, intizom beradi. Intizomli inson nafsini quli bo'lmaydi. Intizomsiz insongina nafsini qul. Bu o'zining nafsiga qul bo'lib qolishlik bitta gap. O'zini boshqara olmaslik qolish. Rahmat. Ushbu salbiy illat, qaramlik, genofondga ham ta'sir ko'rsatadi degan fikrlar to'g'rimi? O'sha genetikaga.
genofondga ta'sir qilishi qanaqa DNKga ta'sir qiladi degan man bugun ko'rdim shunaqa tekshiruv natijalari bor. DNKga taklif qildi, to'g'ridan to'g'ri irsiyatga ta'sir qiladigan gap bu. Bu degani Abror aka, masalan, ota-onasi o'sha qaramlik bo'lgan bo'lsa, ota-onada qaramlik bo'lgan bo'lsa, farzandda ham bo'lishi mumkin deganimi? Yo'q, u o'zida o'zgaradi, o'zida. Lekin ota yoki nosog'lom farzandlar tug'ilishi deganimi? Nosog'lom farzand tug'ilish ehtimoli bor. Mana bugun ko'p e'tiborni onkologik tarafga uryapmiz, lekin aslida nikotin birinchi navbatda qon tomir sistemasiga ta'sir qiladi. Chunki qon tomir sistemasini toraytiradi. O'shaning uchun chakuvchilar ichida yurak infarkti, yurak insulti juda ko'p uchraydi. Chunki tor tomirdan qon yaxshi o'tmaydi, insult ham, infarkt ham shuning orasida kelib chiqadi. Bilasizmi, Mellesi nazariyasi borda. Bu 4 ta bosqichga bo'linganda, birinchisi ijtimoiy omil, ikkinchisi madaniy omil, uchinchisi bu biogenetik omil, to'rtinchisi psixologik omil. Bular bir-biriga juda bog'liq. Bu nazariya shunaqa nazariyaki, bular genetikasida o'ziga shaxsan holatida qabul qilsa o'ziga zarari bo'lishi mumkin, lekin keyingi avlodga bu holat o'tmaydi. Chunki genetikadan faqatgina insoniyatni ko'zini rangi, sochini tuzilishi, tirnoqlarining tuzilishi ota-onasiga o'xshashi mumkin yoki bobolariga o'xshashi mumkin. Bu holat shunday bo'ladi, lekin bu chakishni targ'ib qilish emas, bu holatda genetikada o'tmaydi, lekin nosog'lom farzandlar dunyoga kelishi mumkin. Misol uchun xromosomalari kam, quyoshli bolalar deb ataymiz biz, bilasizlar. Bu bolalarda ham shu xromosomalari kam holatda shu bolalar shunday holatda tug'ilib qolgan. Bu psixogenetik omili shunaqa narsaki, biz har bitta berayotgan ma'lumotlarimiz insonni ongi bilan birgalikda on osti psixikasi bilan ishlash holatini ko'zda tutadi. Xo'sh, madaniy omilimiz qanday? Madaniy omilimiz shunaqa jarayonki, biz kinoteatrlarda, shu reklamalarda, ko'rsatuvlarda olayotgan har bitta targ'ibotda qilinayotgan ishlar bizni madaniy omilimizga kiradi va biz to'g'ri tadbiqot qilib borishimiz kerak. Yana bitta omilimiz bor. Ijtimoiy omil siz bilan meni muloqotga kirishayotgan jarayonim. Bu agar bu muloqot sog'lom bo'lsa, atrofdagi insonlar sog'lom bo'lsa, jo'ralari, og'aynilari yoki dugonalari hammasi o'qimishli, o'zini ma'lumotiga, oilasidagi tinch holatlari, ijtimoiy muhiti yaxshi shakllangan bo'lsa va bu shakllangan muhitda sizni farzandingiz bemalol bu do'stlari bilan yura olsa, shuni bilingki, hech qachon bunaqa omillarga nima qiladi, yuz kelmaydi. Demak, do'stlariga ham alohida e'tibor berish kerak. Albatta e'tibor berish kerak. Kim bilan sen do'st bo'lyapsan, seni kimligingni aytaman degan. O'shaning uchun albatta farzandingizni do'sti kim, dugonasi kim, yaqin muloqot qilayotgan insonlari kim, hammasidan ogoh bo'lib turish kerak hozirgi kunda. Chunki bu 21-asrda har narsani erkin qo'yish kerak emas, menimcha, tarbiya usulida. Ma'lum miqdorda qattiqroq turish kerak deb o'ylayman. Doimiy chekuvchilardan sababini so'raganimizda, ularni aksariyatida bir xil javob bor. Stressdan qutulishimga yordam beryapti deydi. Bu shunchaki ularning bahonalarimi? Stress o'zi nima aslida? Shu savolni bolalar o'ziga berganmikan? Biron marta bo'lsa ham. Stress qachon kelishi mumkin? Agar stress bironta katta muammosi bor insonlarda, bu degani o'spirinlik bolalarda, hali ota-onasini qaramog'ida chiqqan bolalarda stress nima qilishi mumkin? Bu ikkinchisi, stress bo'lgan bolalar, men bundan tinchlanyapman. Qanday tinchlanadi? Bu ma'lum miqdorda, o'sha holatda bir 20 minut, 30 minut o'sha qon tomirlar bo'shashishi mumkin va u holatlar qon tomirlar bo'shashgandan keyin ozgina bolada tinchlanish holati yuz bo'lishi mumkin. Lekin u 2-3 kundan keyin yana qaysidir muammolari bo'lsa, albatta yana shuni chakib ko'rishni xohlab qoladi. Bu esa odatga aylanadi. Odatdan keyin kunaro odatga aylanadi. Keyin buni aslida tashlay olmay qoladi bola. Rahmat hammaga. Qonun nazorat qiladi, mutaxassis davolaydi. Ammo eng kuchli himoya bu o'zimizni o'zimiz nazorat qilishimizdir. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Bugun biz dasturimizdan o'rin olgan mavzu muhokamasiga xolisona yondashdik. Tanlangan mavzu qancha ko'p odamga taalluqli bo'lsa, uning dolzarbligi shuncha ortadi. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.